Leksimiz endi muhokama qilamiz vatandaş. Bugunchi isloq 2021 yil 5-oyning 16-kuni. Yuqorida ko'rib o'tdik. Hozirgi vaziyat bu ikki parcha leksiyada ifodalanayotgani yo'q, ko'rib turibsiz. Vaziyat deganda bugungi kunda Amerika Jungo munosabatining qaysi darajaga yetganligini ko'rib turibsiz. Bo'libmi Uyg'uriston masalasi, Uyg'uriston kishilik huquq masalasi da Amerika Jungo o'ttirisidagi so'rkilish, qarshilashish, bir-birini tanqidlashdan qaysi darajaga yetganligini ko'rib turibsiz vatandoshim. Birinchisi aytibdiki, urush deydi, Tayvan bo'g'izida urush bo'ladi deydi. Uning sabablarini Dovi torpedi yuqori qadar ko'rsatibdi. Bu Jungo hukumati tomonidan tavakkalchiligimi? Yoki bu Jungo hukumat tomonidan urushparastligimi? Va yoki bu Jungo hukumatimi va xalqaro jamiyatmi shu jarayonga yoki shu urush jarayoniga kirib qoladigan zamon mecburlaş xarakterlik vaziyetmi, bu narsani bir nima deyamaymiz. Chunki hozir bu gapda faqat birda Dovi torbeti da'vatidir. Lekin Jungoning amaliyotini aytganda shu yaqinlardan biri ichki jihatda tozalash olib berish. Masalan, rahbarlik ichidagi qarshi fikrdagilarni tozalash, chetga chiqarish degandek va jamiyatda ham qarshi fikrlar paydo bo'lish ehtimolligini nazarda tutib bostirishni kengaytirish, bostirishni cho'nqurlashtirish. Bu Xitoyning yaqinda bir qilayotgan siyosati, hurmatli vatandosh. Endi ikkinchi masala ko'chaylik. Bu men g'ayri xabar dedim sizlarga. Masalan, musha oylarda masalan, hozir Amerika Jungo hukumati o'ttirisidagi munosabatlar jiddiylashayotganda debdi o'zi. Shundoq jiddiylashayotgan paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh elchixonasining Jungoda turib, Jungoning ichki qismida 5-korpusni qurib chiqishga taraddud qilishi mumkinmi deb bir savol qo'ying. Mümkün bo'lmasa, Dovi torbeti buni nimishqa bir masala sifatida ko'tarib chiqdi. Bu bir. Ikkinchisi, yaqinda xabarimiz bor, biz sizlarga leksiya qilib so'zlamadik vatandosh. Mamlakat ichida bir qonun ma'qullab josuslarga qarshi turish harakatini boshladi Jungo hukumati. Hatta uni qonunga aylantirdi. Josuslarni ta'qib qilish, josuslarni tutish, josuslarga zarar berish. Josuslar qarshi turish harakati desangiz bo'ladi. Yuqori deyilibdi, ikki olim shundoq aytibdi, bu tashkilot, ya'ni 5-korpusning qurilishi madaniyat qimmat qarashlarini tarqitish bahonasida Jungo jamiyatiga singib kirish deydi. Bu singib kirish deganning ma'nosini xilma-xil tushunsangiz bo'ladi. Maqola xabarda aytib berilmabdi, ochiq dalmabdi, xilma-xil tushunsangiz bo'ladi. Biri Xitoy hukumatining qarshi turish harakati. Ikkinchisi Dovi torbetining bu xabarni ko'tarib chiqishi. Kishilar hayron qoladi. Buning rost va yolg'on ekanligini men boshda aytdim. O'zingiz ayirib olib, hozirgi navbatdagi vaziyatga selishtirib tatbiq qilsangiz bo'ldi. Bir misol bilan sizni ta'minlay, hurmatli vatandosh. Men bu to'g'rida leksiya so'zlagan edim sizlarga. Ehtimol 2019-yil 1-oyning 18-kuni atrofi. Kallamda qilish ta'siri. Yoki 2020-yil 1-oyning 18-kuni atrofi. Mushu atrofda Amerika tarafdan tashkillangan yoki xalqaro jamiyatdan tashkillangan insonparvarlik, odamgarchilik yordami ni maqsad qilgan bir guruh kishilar Beijingdan yoki Jungodan chekinib chiqdi. Mushu to'g'rida men sizlarga shundoq degan edim vatandoshim, shundoq leksiya so'zlagan edim. Shu ish shundoq yuz bergan edi. Shu chekinib chiquvchilarning 5-korpus o'z ixtiyori bilan xizmat qilguvchilar deb ko'rsatgan edi. Endi hozir 2 yil o'tdi deyli. Garchi ma ishkin ish yoki ishga harakatga o'xshash bir harakat demasakmi, lekin 2 yil o'tgandan keyin bugun Dovi torbetining buni e'lon qilishi bir ajoyib bir g'ayri ish. Shunga buning rost va yolg'on ekanligiga sizlar o'zingizlar hukm qilinglar. Lekin men hozir aksiyatchi kallam bilan bir jumla tahlil qilsam vatandoshim, Jungo jamiyati o'zgarish davriga kiryapti.
Tushundingizmi? Jungo jamiyati o'zgarish davriga kirgan vaqtda bir baloyi ofatdan saqlanish lozim. Mayli Kungchandan Kompartiya, mayli xalqaro jamiyat bir baloyi ofatdan saqlanish lozim. O nima? Ishga urush. Jungo Kompartiyasi ishga urushning sababiga yoki Jungodagi o'zgarish ishga urushga sabab bo'lib qolmasligi lozim. Buni cheklaydigan birdan bir yo'l ta'siri kuchi va nopozi va bir davlatning arboblari, mayli oddiy arbob, mayli yuqori darajalik arbob bo'lsin, shu arboblar so'zlishi kerak. Jungo Kompartiyasida %90% Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bilan qarshilashayotgan kompartiya. Lekin Jungo fuqarolari Amerikada yashash bu turmush. Amerikaga qarshi turish bu siyosat. Mavo Jungo fuqarolarining Amerikaga tutgan pozitsiyasi vatandoshim. Amerikada yashash bu turmush. Amerikalik bo'lib yashash bu turmush. Lekin Amerika qarshi turish bu majburlangan siyosat degan ma'noda vatandosh. Jungo Kompartiyasi nima? Fuqarolari Amerikaga mushundaq muomala qiladi. Agar mushu muomala qilish rost bo'ladigan bo'lsa, har qanday Amerikalikning so'zini Jungoliklar anglaydi, Jungolik fuqarolar anglaydi. Har qanday Amerikalikning so'ziga Jungolik quloq soladi degan. Siyosat sohasida olqib chiqib shunda faraz qiling vatandoshim. Shundaq bo'lganda, agar rasli 5-korpus quriladigan bo'lsa, ularning roli nima? Jungo o'zgarish davriga kirdi. Shunga 5-korpus tashkillash kerak. Bu odamlar Jungo fuqarolarga ta'sir ko'rsatib, Jungoni ichki urushdan saqlab qolish lozim. O'zgarish va ichki urushdan saqlab qolish. Ichki urush qarshi turish. Mana bu ikkisini bir yerga qo'yib tushunsangiz bo'ldi vatandoshim. Ikkinchisi, men turgan sizlarga leksiyada so'zildim. Nemi değildi, Amerika Ovozda tasdiqlangan, qo'yib berilgan xabarda deyildi ki, Şinjan meselesini uzil kesil hal qilish. Chedijejwe Şinjan venti. Bu qanday gap? Men sizlarga turgan tahlil qilib berdim, qisqacha bo'lib qolgan davomli tahlil qilamiz. Shu ish yuz bergicha siz Şinjan meselesini hal qilasiz. Uyg'uriston meselesini hal qilasiz. Qaysi yo'l bilan? Harbiy kuch, urush yo'li bilan. Yani bastırış yolu bilen hal kılamsız, Uyg'uriston meselesini, Şinjan meselesini, yoki tinch yo'l bilen, diyalog bilen, suhbat bilen hal kılamsız. Çünkü Kompartiyasi buni ajratib eting. Tug'in men yo'lda vatandoshlarga topshirib oldim bu leksiyani. Uzil kesil hal qilish, Uyg'uriston meselesini, Şinjan meselesini. Qanday hal qilish? Men tug'in bayonotchi Xo'jayin xonimga murojaat qildim. Bugun qo'shimcha Tashqi ishlar ministri Wang Yi apandiga murojaat qilamizki, bu chekni, bu gapni ajratib eting. Chunki bu Amerika ovozining programmasida anlatildi minister Wang Yi apandi. Shunaqa emasmi ya? Endi bugun kendilar David Orbitda bu xabar keldi. David Orbitni bularni o'zaro bog'lashtirayotgani yo'q. Men bog'lashtiryapman vatandoshim. Uyg'uriston masalasini hal qilish bu bir harakat. Bu Jungo işi aytganda bir o'zgarish. Uning tunji qadami qanday boshlanadi? Asosiy qonunni o'zgartirishdan boshlanadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonunni izchillashtirishdan boshlanadi. Zodi qanday boshlandi? Bu oldimizdagi ishdayli tungin deyilib bo'ldi-ku. Shunga bugun 5-korpus bilan birlashtirganda eng muhim masala Jungoning har qanday joyida deb turishlarmi? $30,000 shaxsiylar va tashkilotlarga beramiz. $30,000 korpus. Demak, Jungoni ichki urushdan saqlab qolish maqsad qilinamda qanday? Undaqda biz Jungo o'zgarish davriga kirdi degan mushu hukmni, masalan, Jungoliklar o'zi aytayotgandek mushu hukmni mana shunday faoliyat harakatlar bilan çoxum deb isbotlaymiz vatandoshim. Lekin bu xabarlarning, bugun xabarlarning obyektivligi va subyektiv yo'li bilan qo'yilayotganmi yoki amaliyat asosi bormi? Tahlil qilish deb vatandoshim sizga qoldirdim.